أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Bakara suresi 237. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Bakara suresinin tefsiri 237. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Eğer sizler ulağa yıkınçılık kılıştan ilgiri ve mehri tayinlenip bolgandan keyin talak kılsanlar, tayinlengen mehrinin yerimini beringlar. Ama ayallar ötünse, yani mehriden vazgeçip bütünle almasa, yoki nikahның tügini öz ilkide bolgan erler ötünse, yani tayinlengen mehrinin hemmesini berse, şu boyunca bir taraf kılış lazım. Sizler ötünsengler, ötüngen adam takvadarlık en yakındır. Öz ara ihsan kılışını unutmanglar. Allah hakikaten kılgan emelanglarını körüp turgucudur. Cinsi münasebet ötküzmeyi turup, talak kılıngan ayallarga toyluqның yerimi berildiganlığı toğrısıdır. Cinsi münasebet ötküzmey turup talak kılınmakçı bolgan ayalga munçilik toyluq berildi dep bektilip bolgan bolsa, onunğa atalgan toyluqның yerimini beriş vacip boludu. Bunundan başka nersi berip, bunundan başka bir nersi beriş vacip bolmaydı. Eğer başka nersi beriş vacip bolgan bolsa, o bayan kılıngan boladı. Toyluqni bekitip, toyni kılıp bolup, onun bilen cinsi münasebet ötküzmeye turup talak kılgan bolsa, toyluqның yerimini ayalga beriş alımlarının özara hiç kanda ixtilapsız alda birlik gelgen bir meseledir. Ama ayallar ötünse, yani mehriden vazgeçip bütünle almasa, şu boyunca bir taraf kılış lazım. Yani ayallar özlerine tegişlik bolgan toyluqni ötünüp berse, er kişiye onu beriş vacip emestir. Bu ayet hakkında Suddi Ebu Salih'ten İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Yani o ayal özüge tegişlikini ötünüp berse, er kişiye onu beriş vacip emestir. İmam Ebu Muhammed İbn Ebu Hatem, Şureybe, Sa'id İbn Musayyib, İkrime, Mücahid, Şa'bi, Hasan, Nafi, Katade, Cabir İbn Zayd, Ata Khurasani, Zahhak, Zuhri, Muqatil İbn Hayyan, İbn Sirin, Zebi İbn Enes ve Suddi qatarlıqladın mı? Bu ayetin mənisi doğrusu da yuqurda İbn Abbas degenge oxşaş degenliki rivayet kılındı. Ya ki nikahның tügini öz ilkide bolgan erler ötünse, yani tayinlengen mehrinin hemmesini berse, şu boyunca bir taraf kılış lazım. Ebu Hatem, Emr İbn Şuayb'nin çoğun atısıdan Peygamber aleyhisselamның mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Nikahның tügünüge iki kişi erdir. İbn Merdavi mu şunun oxşaş, yani ayetteki nikahның tügini onun kolida degen sözünü rivayet kıldı. İbn Cerir mu bu qarashni to'g'ri deb quvvatladi. Çünkü nikahның tügününü çiğnetiş yoki onu buzuş erning qolidadir. Yani yana kelib bir ayalga egidarchilik qilgan kishining şu ayalning mal mulkidan bir narsani boshqalarga o'zi xohlagancha berishi durust emas. Şununga o'xshash, onun mal mülkini başkalarına berişi durust bolmagandek, onun toyluqini başkalarına beriş haqqı yok.
Ya'ni bu oyatdagi nikohning tugini qo'lida degan kishidan ayolga igidorchilik qiladigan kishi emas, balki shu ayolning eri ko'zi tutiladi. Sizlar o'tinsanglar, o'tingan odam taqvodorlikqa eng yaqindir. Ibn Jarir ba'zi olimlarning bu oyat ayollarni o'z ichiga oldi deganligi rivoyat qilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos mundaq deydi. Ya'ni ayol kishi o'ziga tegishlikini o'tinib berib, erdan bir narsa olmasa yoki kishi o'ziga tegishlikini kechirib etib, ayolga hammasini berib etsa, u ikkisining qaysi o'zining haqqini o'tinib berib etsin, shu taqvodorlikqa eng yaqindir. Shabi va boshqalarmi bu oyatning ma'nosi haqida yuqorida Ibn Abbos deganga o'xshash bayon qildi. O'zaro ihson qilishni unutmanglar. Bu oyatning ma'nosi haqida Said mundaq deydi. Ya'ni yaxshilik qilishni unutmanglar. Alloh haqiqatan qilgan amallarni ko'rib turguchidir. Ya'ni Alloh taolo sizlarning ishlaringlar va ahvolinglardan hech qanday narsa yoshirin. Alloh taologa sizlarning ishlaringlar va ahvolinglardan hech qanday narsa yoshirin bo'lmaydi. Har bir kishiga uning qilgan amaliga qarab mukofot yoki jazo berildi. 5 namozni bo'libmi asrni davomlashtiringlar. Ya'ni bütün shartlar bilan vaqtida to'liq ado qilinglar. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. Qo'rqinchda qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Amonlik topganinglarda Allohning sizlarga o'rgatgani bo'yicha Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinish tugaganda Alloh namozni qandoq o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlari bilan shundoq o'tanglar. Alloh 5 vaqt namozni o'z vaqtida ado qilishga va uning vaqtiga ko'ngil bo'lib, uni mukammal o'rinlashga buyurdi. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhisalomdan qaysi amal yaxshi deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom o'z vaqtida o'qilgan namoz deb javob berdi. Ondan keyinchi deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom Alloh yo'lida qilingan jihad deb javob berdi. Ondan keyinchi deb so'radim. Payg'ambar alayhisalom ota-onaga yaxshilik qilish deb javob berdi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq dedi. Payg'ambar alayhisalom menga bularni deb berdi. Agar buningdan ko'proq so'ragan bo'lsam, menga ko'proq javob bergan bo'lardi. O'ttara namozning qaysi namoz ekanligi to'g'risida. Alloh bu namozlarning ichidan o'ttara namozni alohida ta'kidlab keldi. U namoz degan u namoz asr namozidir. O'ttara namozning asr namoz ekanligi sahobalar va tabiinlar va ko'plagan olimlarning o'rtaq ko'z qarashidir. U namozning asr namoz ekanligiga tuvandagi hadislar pokitdir. Imom Ahmad Ali radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Xandak urushida kofirlar bizni o'ttirdiki namozdan, ya'ni asr namozini o'qishdan to'sib qo'ydi. Alloh ularning dillarini va o'ylarini o'tga to'shqizib etsin dedi. Ondan keyin uni mag'rib namoz bilan Aysha namozining oraliqida o'qidi. Bu hadisni Ali radhiyallohu anhudan nurg'unlagan hadis olimlar rivoyat qildi. Imom Ahmad Samarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom o'ttira namoz asr namozidir dedi. O'ttira namozning asr namozi ekanligiga buningdan boshqa ko'plagan hadislar bor. Tuvandagi hadislarmi bu vaqtdagi ta'kidlash va bu haqiqatni ta'kidlaydi. Ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi asr namozini qazo qilib qo'ysa, u xuddi o'zining bola chaqalari va mol mulkidan ayrilib qolganga o'xshashdir. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq degan: havo tutuq kunda
namazga oldiranglar. Chunki bir kishi asr namozini qazo qilib etsa, jazman uning qilgan amal ibodati bekor bo'lib ketadi. Namozda turib gap qilishdan to'sish to'g'risida. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. Ya'ni Allohning oldida qo'rqqan va o'zinglarni nihoyatda tuvan tutgan holatda turinglar. Gap qilish namozda shuk turish bilanmi qarshi bo'lganligi uchun namozda gap qilmaslik talab qilindi. Gap qilish namozda shuk turish bilan qarshi bo'lganligi uchun namozda gap qilmaslik talab qilindi. Shunga payg'ambar alayhissalom namoz o'qiyotganda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu uningga assalomu alaykum deb salom berganda payg'ambar alayhissalom va alaykum assalom deb javob bermaganligiga o'zri aytib, namozda turganda namoz bilanla bo'lishi lozim dedi. İmam Muslimning hadisida Muaviya ibn Hakam namozda turib so'zlaganda payg'ambar alayhissalomning namoz o'qiganda bir ig'izmo gap qilishga bo'lmaydi. Namoz faqat tasbih, takbir va Allohni zikr qilishdan iboratdir deganligi rivoyat qilindi. Imom Ahmad ibn Hanbal Zayd ibn Arqamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalomning zamonasida bir kishi namozda turib o'zining ehtiyoji uchun yenidagi kishilarga gap qilatdi. Shuning uchun bu oyat tushdi. Allohning huzurida, ya'ni namozda itoatmanlik bilan turinglar. Ondan biz namozda gap qilmay shu turishga buyurildik. Qo'rqinchli holatda namozni qanday o'qish to'g'risida. Qo'rqinchli qolganinglarda piyoda yoki uloqliq ketib berib namoz o'qinglar. Amonlik topganinglarda Allohning sizlarga o'rgatgani bo'yicha Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinch tugaganda Alloh namozni qanday o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlari bilan shundoq o'tanglar. Janob Alloh yuqorida namozga ahamiyat berib, uni o'z yo'lida o'qishga buyurdi. Bu yerda urush bo'layotgan va jang eng yuqori pallaga chiqqan vaqtdami uni o'qishga buyurish bilan birga uni qanday o'qiydiganligidan xabar berib mundaq deydi. Qo'rqinchli qolganinglarda piyoda yoki uloqda ketib berib namoz o'qinglar. Ya'ni sizlar yo'l yurayotgan holatda yoki uloqliq mingan holatda bo'lamdi, mayli qiblaga yuz keltiringlar yoki yuz keltirmanglar, qanday bir holatda bo'lsin namoz o'qinglar. Bu vaqtda Imom Malik Nafi'ning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ibn Umardan qo'rqinchli holatda namoz qanday o'qilganligi to'g'risida savol so'ralganda, u qanday o'qilganligini sifatlab berib mundaq dedi. Agar qo'rqinch bek qattiq bo'lsa, masalan, ular urush qilish oldida turayotgan mujohidlar namozga turib qolgan, dushmanning hujum qilishi nihoyat ehtimolga yaqin holatda bo'lsa, yuzlaringlarni qibla tarafga bo'lamdi yoki qibladan boshqa tarafga bo'lamdi. Ya'ni qaysi tarafga yuzlangan bo'lsa, shu tarafga qarab yerda mengib turib yoki uloqqa mingan holatda bo'lsa, shu holatda namoz o'qinglar. Nafi, men Ibn Umar buni payg'ambar alayhissalomdan anglab, ondan so'zladimi keyin deyman dedi. İmam Muslim, Abu Davud, Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Jarir'den Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah namozni sizlarning payg'ambaringlarning tili orqali safarga chiqmaganda 4 rakat, safarga chiqqanda 2 rakat va qo'rqinchli holatda 1 rakat o'qishni farz qildi. Hasan Basri, Qatada, Zahhak va boshqalarmu bu haqda Ibn Abbosga o'xshash bayon qildi. Imom Buxoriy Avza'ining mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar urushayotganda shaharni elishga oz qilib namoz o'qishga fursat bo'lmagan bo'lsa, har bir kishi ishorat qilib o'z oldiga namoz o'qiydi. Agar ishorat qilish qodir bo'lolmasa, urush oxirlashguncha namozni kechiktirdi. Yoki ular xotirjamlikka erishgandan keyin 2 rakat o'qiydi.
Agar ular 2 rakat o'qishga qodir bo'la olmasa, namozni 1 ruku va 2 sajda bilan 1 rakat qilib o'qiydi. Agar ular buningga qodir bo'la olmasa, namozning o'rniga takbir aytish kifoya qilmaydi. Takbir aytishi kifoya qilmaydi. Ular namozni xotirjamlikka erishkichilik kechiktiradi. Makhulmu bu haqda Avza'i deganga o'xshash bayon qildi. Anas ibn Malik mundaq dedi: "Tong yo'rg'anda Tustar degan shaharning sepilini fathi qilishga qatnashgan edim. Urush nihoyat qattiq bo'lib ketib, biz namoz o'qishga qodir bo'la olmadik. Ondan biz sepilni oldik. Anas radhiyallohu anhu bu namozning o'rniga kelgan butun dunyo va uning ichidagi narsalar meni xush qila olmaydi dedi. Anas ibn Malik mundaq dedi: "Tong yo'rg'anda Tustar degan shaharning sepilini fathi qilishga qatnashgan edim. Urush nihoyat qattiq bo'lib ketib, biz namoz o'qishga qodir bo'la olmadik. Biz namozni kun o'rlagandan keyin o'qidik. Namoz o'qiganda biz bilan billa Abu Musa bar edi. Ondan biz sepilni oldik. Anas radhiyallohu anhu bu namozning o'rniga kelgan butun dunyo va uning ichidagi narsalar meni xush qila olmaydi dedi." Xotirjam holatda namozni to'liq o'qish to'g'risida. Amonlik topganinglarda Allohning sizlarga o'rgatgani bo'yicha Allohni yod etinglar. Ya'ni qo'rqinish tugaganda Alloh namozni qandoq o'tashga amr qilgan bo'lsa, to'liq arkonlari bilan shundoq o'tanglar. Ya'ni sizlar namozni qandoq o'qishga buyurilgan bo'lsanglar, shundoq o'qib, uning ruku sajdalari, uningdan qiyomda turish va o'ltirishlarni xushu bilan to'liq ado qilinglar. Allohning sizlarga o'rgatgani bo'yicha sizlarga dunyo va oxiratda foyda qiladigan ishlarni o'rgatganligi va sizlarni uningga boshlaganligi uchun Allohning sizlarga bergan ne'matiga shukr qilinglar va zikr aytinglar. Yuqoridagi oyatning mazmuni Alloh taolaning xotirjam bo'lgan chig'inglarda namozni butun shartlari bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki, namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi degan oyatning mazmuniga o'xshashdir. Buningga munosabatli hadislar Alloh xolisa oldimizda bayon qilindi. Sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib ayoli qilib qoladiganlar, ularning ya'ni ayollarining 1 yilgacha yemek-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, ya'ni ayollarining 1 yilgacha yemek-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egillariga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafaqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishli majburiyatidir. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh o'z ahkomlarini ko'rsatib beradigan oyatlarini sizlarga mushundoq bayon qiladi. Bu oyatning amaldan qoldirilganligi to'g'risida ko'p sonli olimlar mundaq deydi. Bu oyatning hukmini yuqoridagi Alloh taolaning ishchinglarda o'zi vafot bo'lib ayollari qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim degan oyati amaldan qoldirildi. Imom Buxoriy ibn Zubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Osman ibn Affonga sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib ayoli qilib qoladigan ularning, ya'ni ayollarining 1 yilgacha yemek-ichmak, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin degan oyatning hukmini boshqa bir oyat amaldan qoldirgan tursa, uni nemishqa Qur'onga yozsan yoki uning nemishqa Qur'ondan elib o'tmay
uni nemishqa Qur'ondan elib o'tmay, uni Qur'onda qo'yib qo'ysan, dedim. Osman, ey do'stimning o'g'li, men Qur'onning ichidan har qanday bir narsani o'z o'rnidan o'zgartmayman. O'zgartib etmayman, dedi. İbn Abu Hatem, İbn Abbas radiyallahu anhumaning Alloh taolaning sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib, ayol qilib qolganlar, ularning, ya'ni ayollarining bir yilgacha yemek, içmek, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini uyidan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin degan oyatiga mundaq deganligini rivoyat qildi. Islomning dastlabki davrida o'lib qolgan ayol kishi uchun bir yilgacha ketadigan chiqim va uy beriladi. Shuning bilan Alloh taolaning ichinglarda o'zi vafot bo'lib, ayollari qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutish lozim degan miros oyati uning hukmini amaldan qoldirib, u ayol uchun erning mol mulkidan 4ning biri 8ning birini berishga buyurdi. 4ning biri yoki 8ning birini berishga buyurdi. Ali ibn Abu Talhadan İbn Abbas radiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir ayolning eri o'lib qolgan bo'lsa, u ayol bir yilgacha erning uyida iddat tutadi. Uningga erning mol mulkidan chiqim qilinib beriladi. Ondan Alloh taolo ichinglarda o'zi vafot bo'lib, ayollar qilib qolgan kishilar bo'lsa, ayollari 4 oy 10 kun iddat tutishi lozim degan oyatni nozil qildi. Qo'lsaq ko'tarmagan eri o'lib qolgan ayolning iddati shundoq bo'ldi. Ammo o'lib qolgan, qo'lsaq ko'targan ayolning iddati u balani qachon tug'sa shu chog'da tugaydi. Ammo Allohning agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosning 4dan biri tegidi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lsa, u chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosdan 8dan biri tegidi degan oyati ayol kishining mirosini bayon qilib berdi. İmam Buxoriy Mujahidning Alloh taolaning sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib, ayol qilib qoladiganlar ularning, ya'ni ayollarining bir yilgacha yemek, içmek, kiyim-kechak bilan ta'minlanishi, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deganligi rivoyat qilindi. Oyat kelgan bu iddat eri o'lib qolgan ayolning erining uyidagilarning yanida tutishga vojib bo'lgan iddatidir. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Sizlarning ichinglarda o'zi vafot bo'lib, ayol qilib qolganlar, ularning, ya'ni ayollarining bir yilgacha yemek, içmek, kiyim-kechak bilan ta'minlanishini, uydan haydab chiqarilmasligini vasiyat qilsin. Agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egilariga hech gunoh bo'lmaydi. Ya'ni Alloh u ayolga bir yilning 4 oy 10 kundan boshqasini vojib qilmay, nafli qilib berdi. U ayol agar xolasa 1 yil iddatni tutadi, yoki xolasa vojib bo'lgan 4 oy 10 kun iddatni tutib bo'lib, qolganini tutmay iddatdan chiqadi. Bu Alloh taolaning agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlari uchun sizlarga, ya'ni meyitning egilariga hech gunoh bo'lmaydi degan oyatining ma'nosidir. Ata ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu oyat uning o'zining uyidagilarining yanida iddat tutishini amaldan qoldirdi. Ondan u qayerda xolisa shu yerda iddat tutsa bo'ladi. Bu Alloh taolaning agar ayollari o'zlari chiqib ketsa, ularning o'zlari to'g'risida qilgan qoidalik ishlar uchun sizlarga, ya'ni meyitning egilariga hech gunoh bo'lmaydi degan oyatining ma'nosidir. Ata Alloh taolaning qilgan qoidalik ishlar uchun sizlarga, ya'ni meyitning egilariga hech gunoh bo'lmaydi degan oyatiga asoslanib, agar u xolisa
özünün ata-anasının yanında iddetini tutub etib, xalisa qalğan nəpli iddetdən çıxıb ketsimi boludu. Ata mındaq deydi. Andın miras ayeti düşüb, iddet tutqan ayal üçün öy tutub berdiğan hökümni əməldən qaldırdı. O özü xalığan yerdə iddetini tutudu. Lekin onunğa öy tutub beriş şərt emas. Zeynep mındaq dedi. Ebu Sa'id Hudri radiyallahu anhu'nun sınlısı Malik İbni Sanan'ın kızı Fari'a erinin keçip ketken kullarını izlep öyden çıkıp o kullarını Kadum degen yerinin bir tarafı da tepip alganda o kulla onun erini öldürüp etkenliki andın özünün Peygamber aleyhisselamның yanına gelip onundan Hudri kabilesideki ata-anasının qışığa qaytib ketişini soğurğanlıqını Zeynep'ke sözlep berip, men Peygamber aleyhisselamdan Hudri kabilesideki ata-anamның qışığa qaytib ketişini soğurdum. Çünkü erim meni özünün igidarçılıqıda bulmağan bir öyde hiç qandaq xiracetsiz koyup ketken idi. Peygamber aleyhisselam talbimga qo'shildi. Ondan men qaytib chiqib, uyimda turatdim. Meni Peygamber aleyhisselam chaqirdi. Men onun qishig'iga kirdim. Ondan Peygamber aleyhisselam bana, "Nima dedingiz?" dedi. Men erim to'g'riliq so'zlab bergan gapni qayt so'zlab berdim. Ondan Peygamber aleyhisselam, siz uyingizda, ya'ni eringizning uyida kitap vaqtiga yetkicha, ya'ni siz iddetingizdan chiqqıchilik turing dedi. Men shuning bilan uyda 4 oy 10 kun iddet tutdim. Osman ibn Affonning davrida Osman shu ishni so'rag'ili menga odam avatibdi. Men uningga Peygamber aleyhisselam meni erimning uyida iddet tutishga buyurganligini deb berdim. Osman shu bo'yicha boshqalarga hukm qildi dedi. Taloq qilingan ayol uchun to'yliqdan sirt bir narsa berishning vojib ekanligi to'g'risida. Taloq qilingan ayollar uchun to'yliqdan sirt bir narsa berishning vojib ekanligi to'g'risida. Taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafiqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir. Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam Alloh taolaning bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir degan oyati tushganda bir kishi agar xohlasam yaxshilik qilaman, xohlamasam yaxshilik qilmayman dedi. Ondan Alloh taolo taloq qilingan ayollarga qoida bo'yicha nafiqa berish lozim. U taqvodorlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir degan oyatni nozil qildi dedi. Bu oyatni olimlarning ichidan taloq qilingan ayollarning to'yliqi mayli muayyan miqdorda bekitilmagan bo'lsin yoki bekitilgan bo'lsin yoki jinsiy munosabat o'tkazmay turib taloq qilingani yoki jinsiy munosabat o'tkazib bo'lib taloq qilingani bo'lsin, taloq qilingan hamma ayollarga bir narsa berish vojib degan olimlar o'zlarining ko'z qarashlariga dalil qilib keltirdi. Bu so'zga salaf olimlardanmi Said ibn Jubayr va uningdan boshqalarmi qo'shildi. Ibn Jarir bu so'zni to'g'ri deb qaradi. Ammo yuqorida so'zlanib o'tgan Alloh taolaning agar sizlar ayollaringlarga yaqinchilik qilmay yoki mahri tayinlamay turib ularni taloq qilsanglar, ya'ni nikohinglarga olgan ayol bilan bir yerda bo'lmagan yoki mahrini muayyanlashtirmagan sharoitda uni qo'yib atsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Lekin uningga mut'a, ya'ni belgilik miqdorda pul mol berishinglar kerak. Ularga narsa beringlar. Boy o'z holiga yarasha, kambag'almi o'z holiga yarasha qoida bo'yicha bersin. Bu yaxshi odamlarning o'tashga tegishlik majburiyatidir degan oyati
hozir yuqorida so'zlangan hamma hukmi taloq qilingan hamma ayolga bir narsa berishni vojib qilgan oyat o'z ichiga olgan. Ba'zi jinsiy munosabat o'tkazmay va uning to'yliqini muayyan miqdorda bekitmay turib taloq qilingan ayolning oyatning hukmini bayon qilib kelgan oyat hisoblandi. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh o'z ahkomlarini ko'rsatib beradigan oyatlarini sizlarga mushundaq bayon qildi. Ya'ni sizlarni buyurgan va to'sqan ishlardagi halol harom, farz va belgilamalarini bilishga ehtiyojinglar tushganda uni tushuniksiz tashlab qo'ymay, sizlarning tushunishinglar uchun nihoyatda ochiq bayon qilib berdi. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Baqara surasining tafsiridan 242-oyatgacha o'qidik. Oxirini inshaalloh keyin qismda davomlashtiramiz. Va oxiri da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.